Tahsin Posho, Sulton Abdulhamidxonning sirdoshi. Tahsin Poshoning Yulduz saroyi xotiralari. So'z boshi. Milliyat gazetasida tafriqa o'laroq bosilgan ushbu bitiklarni ba'zi tuzatish hamda ilovalar bilan berishdan oldin ixchamgina so'z boshi yozishni maqsadga muvofiq deb bildim. Qaydlarimning boshida ta'kidlaganimdek, ushbu ma'lumotlarni xotiralar degandan ko'ra xotirlaganlarim deyish yanada munosibroq bo'ladi. Haqiqatan ham bu xotiralardan Abdulhamidxon davrining butun boshli tarixini yoxud tom ma'nodagi xotira kitobiga oid xususiyatlarini izlash to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bunday da'vo fikrdan yiroqman. Maqsadim o'sha davrda o'zim guvohi bo'lgan hodisalarni kuzatuvlarim asosida haqqoniy yondashuv bilan ifodalash va sulton saltanati tarixini kelajakda moziyga muhrlovchilarga oz bo'lsa-da yetkazish edi. Qudratli 35 yillik saltanat boshdan oyoq muhim siyosiy voqealar bilan to'la murakkab bir davrning tarixini yozishga da'vogarlikdan yiroq bo'lganim kabi, bu ishni har qanday davlat arbobi, siyosatshunosning yoxud har qanday tarixchining yolg'iz o'zi uddalay olishiga ham ishonchim komil emas. Usmonlilar imperatorligi davrida bir davr tashkil qilgan va ayniqsa siyosiy tariximiz nuqtai nazaridan behisob ibratli lavhalar bilan to'la bo'lgan Abdulhamidxonning hukmronligi davrida, undan tashqarida boshqaruv va jamiyatga doir barcha tafsilotlari bilan saqlangan hujjat va tarixiy ma'lumotlarga omonatdorlik hissi bilan yondashish uchun bir necha qobiliyatli shaxslarning hamkorlik qilishlari, mahalliy va xorijiy ko'plab ma'lumotlarni ko'zdan kechirishlari zarur bo'ladi. Afsuski, haligacha bu sohada jiddiy qadam tashlanmagan va barcha nashrlarda tarixiy va ilmiy asarlarni xuddi qiymatsiz ertak singari yozishdan nariga o'tilmagan. Kelajakda tarixchilar shu yolg'on, uydirma va cho'pchaklardan iborat nashrlarga tayansa, moziyning bu qismi xato bilan to'lib, avlodlarga yolg'on va to'qima tarix qoldiriladi. Xotiralarimni chop etishdan oldin ma'lumotlarni yoritishda biror kishining ta'sir ostida yozish, biror tarafga og'ish hamda kimgadir hujum qilish va bosim o'tkazish maqsadim yo'q degandim. Bu fikrim juda samimiy va bitiklarim yolg'on va to'qimalardan yiroq bo'lishiga qaramay, ba'zilarning bundan ranjishlariga sabab bo'ldi. Ayrim haqiqatlarning yuzaga chiqishi va ba'zi niqoblar yirtilib, haqiqiy qiyofalar ochilgani uchun bundan g'azablangan bir guruh kishilar ijtimoiy odob-axloqqa yarashmaydigan so'zlar bilan meni haqorat qildilar. Shaxsiy manfaat ko'zlashdan qanchalar qochishimni, vazifa va vijdonim ko'rsatmasiga nechog'lik rioya etishimni meni taniydiganlar juda yaxshi biladilar. Yillar davomida o'sha davrning eng munosib lavozimlaridan birini egallagan bo'lsam-da, shaxsiy his-tuyg'ular va kishilar e'tiborini o'zimga jalb etishdek tubanlikdan doimo uzoq turganman. Bugun qilayotgan ishim ham xuddi shu yo'lda davom etishdan boshqa narsa emas. Sultonning saroyida eng yuqori mansablardan birida 14 yil o'tirganim va ko'plab voqealar markazida bo'lib, shaxsan ko'rgan kechirganlarim, eshitganlarim, o'qigan va bilgan haqiqatlarimni aniqlik bilan tahlil qilishga o'ta hassos yondashar ekanman. Sirlar ochilishini, haqiqat yuzaga chiqishini, bundan ba'zi kishilarning g'azablanishini, hatto yolg'on da'volarda bo'lishlarini taxmin qilgan edim. Fikrlarimdan kamchilik izlanishi, muhokamalarimning ham noto'g'ri tushunilishi mumkinligini ham ehtimol qilgan edim. Ojizligimni tan olaman. Mukammal insonman degan da'vodan yiroqman. Shu umidda yozgan haqiqatlarim himoya qilinadi deb o'ylagandim. Biroq hujumlar, g'azablar, mantiq va idrokni sindiruvchi noxolis fikrlar, haqoratlarga nishon bo'ldim. Ammo vijdonim pok. Yozganlarimning haqiqat ekaniga amin bo'lganim uchun bu ahmoqona harakatlarga shunchaki kulimsirash bilan kifoyalanaman. Chunki qaydlarimda haqiqatdan uzoqlashmaganimdek, tarixiy manbalar va haqiqatga xizmat qilishdan o'zga g'oya va maqsadim ham yo'q. O'tgan bir davrning moziyda ro'y bergan hodisalar kimlarningdir tomonidan tadqiq qilinib, hukmlari berilgan ish va harakatlarning hikoya qilinishida g'araz niyatda qasos olishni ko'zlaydiganlar faqat va faqat haqiqat yuzaga chiqishidan qo'rqadigan pastkash kishilardir. Milliyatda qalamga olingan qaydlarimda o'zaro nizo chiqarishdan qanchalik saqlangan bo'lsam, hozir ushbu kitobni nashr etayotib ham bunday hujum va qarshiliklarning ta'siridan yiroq bo'lishga shunchalik harakat qilyapman.
Mavzuning jiddiyligiga yarashmaydigan turli o'zgarishlarni boshqalarga qoldiraman. Chunki na axloqim bunday ishlar bilan shug'ullanishga yo'l qo'yadi va na ularni o'qishga o'quvchilarning toqatlari yetadi. Milliyatdagi maqolalar unutilib ketmasidan kitob shaklida chop etilishiga ko'plab tashviq va taklif natijasida qaror qilganim uchun bu xolis da'vat va muhabbat egalariga shu yerda minnatdorchilik bildirishni lozim deb bildim. Tahsin. Saroyga qanday kirib keldim? Mobayn bosh kotibi Surayyo Poshoning o'rniga tayinlanishim quyidagicha bo'lgan edi. Surayyo Posho hijriy 1310, milodiy 1894-yili 13-noyabr kuni uyida to'satdan vafot etdi. U vaqtlarda men Bahriya kotibi edim. Surayyo Poshoning vafoti haqida dengiz flotida ishda vaqtimda eshitib qoldim. Idoraning kechki ta'tili sabab uyimga qaytdim. Ko'p vaqt o'tmay hukmdor xizmatidagi zobitlardan biri kelib, hoziroq Yulduz saroyiga borishim kerakligini aytdi. Dengiz floti nozirligi tomonidan rasmiy hujjat yoki ba'zi rasmiy ma'ruzai arizalarni olib borish uchun bir necha marta Yulduz saroyiga borgan edim. Ammo shu vaqtgacha biror marta bunday to'g'ridan to'g'ri bir buyruq orqali da'vat qilinmagan edim. Zobit afandi bilan birgalikda bordim. Meni Mobaynning doirasidagi bir xonaga olib kirdilar va podshohning buyrug'ini kutishimni aytdilar. Bu kutish ertasi kuni o'sha vaqtgacha, ya'ni to'liq 24 soat davom etdi. Bu vaqt ichida mendan xabar olish yoki boshqa maqsadda hech kim kelmadi. Kechga yaqin tanimagan bir kishi kelib, kechasi bu yerda mehmon bo'lib qolishim buyurilganini aytdi va menga qulay sharoitlar hozirlab berildi. Shundan keyin xavotirim tarqadi. Chunki yomon maqsad bilan keltirilgan va yomon oqibatlarga uchraydigan bir kishiga bunday mehmondo'stlik qilinmasligi va yaxshi ikromda bo'lmasligi aniq edi. Bu 24 soatlik kutishning sababini keyinroq angladim. Saroyga oz bo'lsa-da muhim lavozimga olinishi qaror qilingan kishilar oldin shunday da'vat qilinib, mehmon qilinar, bu vaqt ichida haqlarida surishtirilib, undan keyin vazifaga tayinlanar edilar. Bu surishtirish ishlarini yana ham avval, yana ham boshqacha tarzda qilish mumkin bo'lsa-da, nomzodni saroyga olib kelinishi va ko'z hibsiga olinib, shu shaklda surishtirilishi behuda bo'lish bilan birga saroyda bu urf-odatga aylangan edi. Ertasi kuni mobaynchilardan Bakirbey degan kishi xonaga kelib dedi: "Afandimiz amr buyurdilar. Nimadir yozing, taqdim etaman." Nima yozishim kerakligini o'ylab hayratda edim. Bakirbey quyidagi so'zlari bilan masalani hal qildi. "Xotirangizga nima kelsa shuni yozing." Biror vazifaga tayinlanishimni his qildim. Ma'lumki, zoti oliylari yozuvim va ifodalash tarzimni tekshirishni iroda qilayotgan edi. Zamonning taqozosiga mos bir maqola yozdim. Bakirbey uni olib ketdi. Bir soatdan so'ng qaytib keldi va meni devon idorasiga olib bordi. Bir vaqtlar vazifam tufayli bu yerga bir marta kelgan edim. Devonning maxsus xonasiga kirdik. Bakirbey zoti oliylarining meni Mobayn Humoyun bosh kotibligiga tayinlaganini aytdi va meni o'rnimga o'tqazdi-yu chiqib ketdi. Ertasi kuni xonaga yoshi katta bir zot keldi. Uning safar xizmati boshlig'i Hoji Mahmud afandi ekanini keyin bildim. Safar xizmati mudirligi hukmdorning arava yoki ot bilan safari uchun zarur tayyorgarliklar bilan shug'ullanadi. Hoji Mahmud afandi sultonning faxriylaridan bo'lib, podshohning ishonchini qozongan edi. Kechalari hukmdor istirohat xonasiga borib yotog'iga yotgach, yotog'ining yonidagi panjarali yog'och to'siqning ortida ishonchli qo'llardan biri o'tirib, podshoh to uxlab qolguncha roman o'qir edi. Hoji Mahmud afandi o'sha vazifaga mas'ul edi. Hoji Mahmud afandi sulton meni qabuliga chaqirganini aytdi. Ikkimiz biroz qiya yo'lakdan chiqib bir qavatli idoraga kirdik. Bu yer chit ko'shki edi. Bir-biriga o'tishi bir qancha yo'laklardan tashkil topgan bu idoraning eshigi oldida va kirishida yovarlar, miltiqli soqchilar va haram og'alaridan iborat ko'p sonli qo'riqchilar bor edi. Sulton saroyida zimmamga jiddiy, og'ir va mas'uliyatli bir vazifa yuklangani tufayli hayajonda edim. Chit ko'shkining yonidagi manzara hayajonimni orttirish uchun yetarli edi. Dengiz floti devonining huzurbaxsh muhiti bilan hozir kirgan yangi muhitim orasida juda katta farq bor edi. Hoji Mahmud afandi bilan birga bu qo'riqchilar orasida to'xtamasdan o'tdik. Qarshimizdagi bir zalning eshiklari ochildi. Kirdim. Sulton zalning o'rtasida yorqin va salobatli kiyim kiygan holda tik turardi.
Rasmiy hurmat bajo keltirdim. Uning ilk so'zlari shu bo'ldi. Shaxsingiz haqida yaxshi ma'lumotlar eshitdim va shaxsan o'zim sizni bosh kotiblikka tanladim. To'g'ri yo'ldan og'may, sadoqat bilan xizmat qilishingizga umid qilaman. Sulton menga yangi vazifani topshirar ekan, sizni shaxsan o'zim tanladim deyishidan maqsad shu edi. Siz vazifangizni bajarishda hech qaysi tomonning tavsiya va himoyasiga, hech qaysi mansabdorning ogohlantirish va boshqarishiga muhtoj emassiz. Bu lutfni faqatgina mendan ko'rdingiz. Shu sababli mendan boshqa hokimingiz, mening irodamga bo'ysunishdan boshqa maqsadingiz bo'lmasin. Sulton uchun bu bir siyosat edi. Hamma o'ziga saltanat mansabiga bog'liq va minnatdor bo'lib yashashni istardi. Aynan shuning uchun hamma narsa unga murojaat qilinishini va har qanday yaxshilikni o'zidan kutilishini mamnuniyat bilan qarshilar, yordam so'raganlarini ham rad qilmasdan, ba'zan ehtiyojini qondirishga qodir bo'lmagan kishilarni ham turli yo'llar bilan xursand qila olardi. Ilk qabul marosimi mana shunday o'tdi va vazifamni boshlashimga izn berildi. Birozdan so'ng yana safar xizmati boshlig'i Hoji Mahmud afandi xonamga kelib, tabrik va ko'ngil oladigan so'zlar aytib, zoti oliylari sizni qabul qilishlaridan oldin avvalgi sadri a'zam Said Posho sulton huzuriga chiqqandi. Men ham u yerda edim. Hukmdor sizni bosh kotiblikka tayinlaganini aytganida, Said Posho ham siz haqingizda juda yaxshi fikrlar bildirdi, dedi. Mahmud afandi bosh kotiblikka tayinlanishim haqida Said Poshoning holatini aytib berdi. Surayyo Poshoning vafotidan 2 soat o'tib hukmdor tomonidan Said Poshoga bir maktub yuborildi va uning ichidagilarni ko'rib chiqish buyurildi. Bu maktubning ichida yana bir maktub bo'lib, unga bosh kotiblikka nomzodi ko'rsatilgan kishilarning ismlari yozilgan edi. Said Posho Sulton Abdulhamiddek bir hukmdorga o'z qo'l ostidagi kishilardan bosh kotib tavsiya qilishning naqadar mas'uliyatli ekanini bilmaydigan kishi emas edi. Ammo bunday harakatning oqibatlaridan qochadigan vahimakash edi. Yana bir jihatdan sultonning ilk bosh kotibi bo'lgani uchun tayinlanayotgan bosh kotibda bo'lishi shart bo'lgan vasf va shartlarni bilishiga hukmdorning ishonchi komil edi. Said Posho birinchi bo'lib, xatda ismlari yozilganlarning qaysi birini tanlash ixtiyori sultonimizdadir, deb javob beribdi. Ammo sulton aynan ulardan bittasini ko'rsatilishi uchun maktubni Said Poshoga qayta yo'llagach, chorasi qolmagan Said Posho ro'yxatdagi 2 kishi bilan birga mening ham nomzodimni ko'rsatishga majbur bo'libdi. Shundan keyin sulton meni tanlabdi.